o'g'lim bandachilik ekan. Xudo senga, onangga sabr bersin. Mahram suvga olamiz. Bitta chelakda yarim paqir toza suv olib kelgin. Amaki, otam bir necha yillardan beri ichimlik suviga haq to'lamay kelyapti. Otamni so'nggi manzillariga haq to'lamagan ichimlik suvdan yuvintirishingizni xohlamayman. Ko'chadan aroqdan suv olib kelay, undan ko'ra. Hurmatli birodarlar, suv bu ulug' ne'mat. Uni qadri baland. Uni qadriga yetishlik lozim. Uni qadriga yetishlik albatta isrof qilmasligimiz bilan bo'ladi. Jallobodda Suzag'ida Zuhriddin Mahzun buva degan bir ulug' olim kishi o'tganlar. Ibodatlik, taqvolik. Shu kishini huzuriga Andijondan bir necha mehmonlar borgan ekan. O'sha vaqtda suvni haqqini so'rab kiribdi. Bizi qarzimiz yo'q desalar, yo'q qarzdorsilar debdi. Bolam o'tiring, daftaringizni oching, qani ko'ringchi qancha qarzimiz bor ekan debdilar. Ochsa u kishi qarzdor emas, haqdor bo'lib chiqqan ekan. Haligi yigit rosa hijolat bo'ldi. Shunda Zuhriddin Mahzun buva hammalariga nasihat qilib aytgan ekan. Bolalarim, bilasizlarmi biz nima uchun haqdor bo'lib yuramiz? Favqulodda men omonatni topshirib, menga vafot yetsa, haqqi to'lanmagan suvda yuvib qo'ymasin deb qo'rqaman degan ekanlar.